Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, kanalimiz obunachilari. Ushbu video darsligimizda mavzusi CD hosil bo'lish bosqichlariga oid bo'ladi. Ma'ruzachi Qurbonali Erkayev. Tayyor bo'lsangiz boshladik. CD hosil bo'lish jarayoni qanday bosqichlardan iborat? Biz bundan oldingi video darsligimizda nefronning tuzilishi bilan tanishgan edik. Bu yerda ham nefronning sxematik holatda tuzilishi ko'rsatib o'tilmoqda. Demak, CD hosil bo'lishi bu ikkita bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchi bosqich bu filtratsiya bosqichi, ikkinchi bosqich reabsorpsiya bosqichi. Filtratsiya bosqichi nefronning qayerida va qanday ko'rinishda amalga oshadi. Biz siz bilan nefronning shumlyanskiy bog'ning kapsulasi qismini ko'rgan edik. Mana bu yerga, mana shu kapsula ichiga arteriola kelib, ko'plab kapillyarlarga, ya'ni malpig'i chigaliga tarmoqlanadi. Bu yerda qonning suyuq qismi qon tomir devori orqali filtrlanib, kapsula bo'shlig'iga o'tadi. Bu yerda qon bosimi yuqori, kapsula bosimi esa past bo'ladi. Kapsula bo'shlig'idagi bu bosimning pastligi hisobiga qon tomir ichidagi qonning suyuq qismi kapillyar devoridan filtrlanib, kapsula bo'shlig'iga o'tadi. Bu yerda faqatgina qonning plazmaga yaqin bo'lgan qismi o'tadi. Shaklli elementlar, ya'ni eritrosit, leykosit, trombositlar qon tomir devoridan o'ta olmaydi va shu jihatdan yirik molekulyar oqsillar ham qon tomir devoridan o'ta olmaydi. Demak, hosil bo'lgan bu yerdagi mahsulot birlamchi siydik deb ataladi. Birlamchi siydik tarkibi jihatdan, ya'ni plazmadan oqsillar tutmasligi bilan farqlanadi. Demak, filtratsiya bosqichi bu buyrak kapsulasi, ya'ni shumlyanskiy bog'ning kapsulasida amalga oshdi. Ikkinchi bosqich bu reabsorpsiya bosqichi. Hosil bo'lgan birlamchi siydik, birlamchi ilonizi burmalar, yenlik halqasi, ikkilamchi ilonizi burmalar bo'ylab harakatlanadi. Bunda birlamchi va ikkilamchi ilonizi burmalarning atrofidagi kapillyar qon tomirlar hisobiga birlamchi siydikning asosiy qismi qonga qayta so'riladi. Birlamchi ilonizi burmalarda masalan qondagi uglevodlar, aminokislotalar va natriy ioni qonga qayta so'riladi. Ikkilamchi ilonizi burmalarda esa suv va tanamiz uchun kerakli bo'lgan ionlar qonga qayta so'riladi. Va mana shu qayta so'rilish hisobidan qolgan mahsulot bu ikkilamchi siydik deb ataladi. Demak, ikkinchi bosqich bu reabsorpsiya. Nomidan ham ma'lumki, qayta so'rish. Demak, qayta so'rish bosqichi mana shunday tartibda birlamchi, ikkilamchi ilonizi burmalarda birlamchi siydikning qonga so'rilishi bilan amalga oshadi. Bir kecha kunduzda normada 100 litr miqdorida birlamchi siydik hosil bo'lsa, uning 98,5-99% qonga qayta so'riladi. Qolgan 1-1,5% bu ikkilamchi siydikdir. Demak, bir kecha kunduzda normada 1-1,5 litr atrofidagi ikkilamchi siydik hosil bo'ladi. Siydik hosil bo'lishining boshqarilishi qanday usullar bilan idora etiladi? Birinchi usul bu nerv yo'li bilan boshqarilish, ikkinchisi gumoral yo'l bilan boshqarilish. Nerv yo'li bilan boshqarilganda simpatik nerv sistemasi buyrakka keluvchi qon tomirlarini toraytiradi. Demak, qon tomir torayganda albatta qonning kelishi ham kamayadi. Bu esa filtratsiyaning susayishiga, birlamchi siydik kamayishiga olib keladi. Birlamchi siydikning miqdori kamaysa, o'z-o'zidan ma'lumki, ikkilamchi siydik miqdori ham kamayadi. Parasimpatik nerv esa unga aksincha ta'sir ko'rsatib, qon tomirlarini kengaytirib, siydik hosil bo'lish jarayonini kuchaytirib beradi. Gumoral boshqarilishda antidiuretik gormon yoki vazopressin gormoni ham deb ataladi. Bu gormonning ta'sirida ikkilamchi bosqich, ya'ni reabsorpsiya kuchayadi. Birlamchi siydikning ko'p miqdori agarda qonga qayta so'riladigan bo'lsa, bu esa kam miqdorda ikkilamchi siydik hosil bo'lishiga olib keladi. Ko'p miqdorda birlamchi siydik so'rildi va ikkilamchi siydik kam miqdorda hosil bo'ldi. Demak, bu gormon reabsorpsiyani kuchaytiradi va siydik hosil bo'lishini kamaytiradi.
Tiroksin gormoni esa aksincha ta'sir ko'rsatib, reabsorpsiyani pasaytirib, siydik miqdorini orttiradi. Umumiy qilib xulosa qiladigan bo'lsak, simpatik va parasimpatik nervlar bu siydik hosil bo'lishning filtratsiya bosqichiga ta'sir ko'rsatadi. Gumoral boshqarishda gormonlar esa bu reabsorpsiya bosqichiga ta'sir ko'rsatadi va antidiuretik gormon siydik miqdorini kamaytirsa, tiroksin gormoni esa siydik ajralishini kuchaytiradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.